Assalomu alaykum azizlarim, sizlar bilan Sevinch Mo'minova. Bugun bizni yeb icharga tug'ilgan kunga chaqirishgan. Qaysi asalchani tug'ilgan kuniga borishimizni video oxirida bilib olasiz. Bugun ustimga mana shunaqa nanay kiyaman. Oyim urishib bermasliklari uchun kolgotka ham kiyaman, lekin bu kolgotka вообще yoqmadi, sifatsiz narsa ekan. Yana shortikli kolgotkalar yoqmaydi, sababi ko'ylakni tagidan sirpanib chiqib kelaveradi. Tinchgina eski kolgotkani olamizda qichchu переход qilamiz. Asalchalarni asalchasi bo'ldim-ku. Menga ko'p qaraminglar, sevib qolasizlar. Yonimga kelib, "Yaxshi qiz, vaqtda aytib yuboring" deyishganda, toshingni teradigan vaqt bo'ldi devorish uchun soat ham taqamiz. Mana shu kablukchani kiyib ketmoqchi edim, keyin esimga tushdi, men lampochka almashtirgan emas, tug'ilgan kunga ketyapman. O'zi ham aravaday botinkani ilib oldim. Shu sepimda bittagina sumkacham bor azizlarim, sumkachalarga вообще qiziqmas ekanman. Bu 5 loloni sepiga ham bitta sovg'acha oldim. Korobkani ichida korobka. Kimni tug'ilgan kuniga ketayotganimizni ham bilib oldingiz. Mobil lolo, o'sha balo va nihoyat 18 yoshga ham kiryaptilar. Asalchamizga o'ziga o'xshagan chiroyli baxt va ko'p bola soqqa tilab qolamiz. Menga azizlarim sizdan bitta like, podpiska va pipiska.